Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda o'quvchilarda eng ko'p kuzatiladigan IELTS readingdagi muammolar haqida gaplashib o'tamiz va ularga yechim berib va eng oxirida o'zim bitta IELTS passage javob turib, yechib sizlarga analiz qilib ko'rsatib beraman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ketdik. Xo'p, o'zi bu darsimiz kimlar uchun? Bu darsimiz IELTS'ni endi boshlayotgan kandidatlarimiz uchun va IELTS balli 5,5-7 orasida qotib qolganlar uchun. Endi o'zi Adhambek Ismoilov kim? Nima uchun mana eshitishinglar kerak? Hop, men Adhambek Ismoilov, shaxsiy IELTS ballim 9, IELTS zone'ni top instruktorlaridanman. Minglab o'quvchilarni 5 yillik tajribam davomida ingliz tilini o'rganishiga yordam berganman va 100 tadan ko'proq o'quvchilarim IELTSdan 7+ natijalari qo'lga kiritishgan. Hop, undan bo'ladigan bo'lsa, darsimizni boshlaymiz va xatolar va haqiqatlar va ularning yechimlari haqida gaplashib o'tamiz. Va bu xatolarni o'zim tanlab chiqdim. Eng ko'p bo'ladigan, eng ko'p sizlarni reading ballilarini tushunadigan xatolarni gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi xatoyimiz. Tekstni savoldan oldin o'qish. Ko'pchilik o'quvchilar o'zi tekstni o'qib turib, tekstni eslab qolib va shunchaki o'zi bilimidan kelib chiqib turib javob berishga harakat qiladi, lekin bunaqa qilganingizda birinchidan hamma narsani eslab qolish juda qiyin va savollarga odatda o'quvchilar tekstni birinchi o'qiganida subyektiv, ya'ni o'zini fikri bilan javob bera olishga tendensiyasi bo'ladi va o'shaning uchun birinchi savollarni o'qib chiqish kerak. Ikkinchi xatoyimiz keywordlarni tushunishdan ko'ra muhimroqni bilish. Va ko'pchiligimiz o'zi IELTSda bilsanglar shu odatimizda bor. Keywordlarni o'rganamiz, savolga qaraymiz, tekstga qaraymiz, keyword topamizda, lekin hech qachon tushunchaga e'tibor bermaymiz. Lekin bu ko'pchilik mana 5, 5,5, 6 da qotib qolgan kandidatlari odati deb gapiraversa ham bo'ladi. Chunki reading test baribir tushuncha testi. Ya'ni siz qanchalar tekst tushunasiz, qanchalar tekst tushunib turib siz savollarga javob bera olasiz. Va lekin siz faqat so'zlarga qarab turib paraphrase qidirmaydigan bo'lsangiz, javoblarni topa olmaysiz. O'shanga sizlarga bo'lgan maslahatim, so'z qidirmanglar, uni paraphrase bo'lishini ham o'ylab ko'ringlar yoki umuman boshqacha yo'lda tushuntirib ketgan bo'lishi mumkin. Shunchaki tekstni tushunishga harakat qilib o'qinglar, faqat so'zlarga limitlanib qolmasdan. Va uchinchi xatoyimiz bu IELTS reading va asosan listening testlarida shunaqa tuzilgan bo'ladiki, sizga berilayotgan variantlar hammasi to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Lekin hammasi ham to'g'ri bo'lib ko'rinadigan va boya aytib o'tganimizdek, keywordlar berilgan javoblar bu to'g'ri degani emas. Va bular o'zi savollarning ko'pchiligi shu test create qiladigan odamlar tomonidan ballarni ajratib olish uchun ishlatiladi va ko'pchilik savollar o'sha kim 7 oladi, kim 6,5 oladi, kim 6 oladi, ya'ni o'sha levelda o'sha farqlab berib qo'yadi. Va buning uchun boya aytib o'tganimdek, iloji boricha so'zlarga qarab turib emas, ma'nosiga qarab turib, to'g'ri javobligini aniq tushunib, savollarga javob beringlar. Va eng muhim xato bu, diqqat bilan eshitinglar, eng muhim xato har bitta savol turiga bitta vaqt o'zida e'tibor qaratish. Bu juda ko'pchilikda, hattoki o'qituvchilarda ham kuzatiladigan narsa, bitta savol turini shunday olib turib, o'shani ishlab keyingisiga o'tish. Bu ishlashi mumkin, chunki oson deb o'ylashinglar mumkin, ya'ni bittasini tugatmaguncha boshqasiga o'tish sal noto'g'ri tuyulishi mumkin o'zi test tushunmaydigan odamga, lekin o'zi ko'pchilik passajlarda 3 ta 4 ta question type bitta paragrafda kelib qolishi mumkin. Va endi tasavvur qiling, siz bitta paragrafni ichida 2 ta 3 ta savol turi kelishi mumkinligini bilmadingiz va faqat birinchi savol turiga qaradingiz. Birinchi savol turini tugatib bo'lgandan keyin ikkinchi savol turini birinchi savolga qaraysiz. Va u savolni siz qayerdan topishni bilmaysiz. Chunki u savolning javobi o'zi siz yechgan savollardan ham oldin edi. Va bunaqa holatlarni oldini olish uchun hamma savol turiga bitta holatga qarab turib, bitta paragrafga qarab turib javob berish kerak. Buni hozircha tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Passage yetganda buni ham tushuntirib o'taman. Va bunaqa qilishinglarning yana bitta plyus tarafi, sizlar reading testni yechayotganda vaqtinglarni ancha tejaysizlar, savollar ham to'g'riroq kelib chiqadi va iloji boricha panikaga tushish shansinglar kamayadi. Chunki odatda o'zi savolni topa olmaslik ko'pchilik o'quvchilarni qo'rqitib qo'yadi. Va unaqa bo'lsa, hozir passajimizni ochamizda bitta savollarni ko'rib yechib chiqamiz. Let's get started.
Hop, qaranglar mana passagimizda birinchi qiladigan ishimiz title'ni o'qib tushunib olish bo'ladi. So bu yoqda understanding and protecting elephant. Shunda bu endi fillarni tushunib, ularni qanaqa himoya qilish kerak, qanaqa preserve qilish kerak, o'sha narsani haqidagi passage ekan bu. Va qaraymiz mana o'zi o'tsak. Hop, birinchi savol turi mana bu yoqda matching information. Bu matching information savolni ham ko'rishingiz mumkin. Which paragraph contains the following information? Ya'ni shu berilgan informatsiya qaysi paragrafdan topsa bo'ladi, o'shandan ko'rib yetish kerak. Endi savol turlarida ham bitta narsa bordi. Ba'zi savol turlari in order, ya'ni ketma-ketlikda keladi, ba'zilari ketma-ketlikda kelmaydi. Bitta muhim narsani o'rgataman sizlarga hozir. Savol turi ketma-ket keladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishingiz birinchi savolni o'qib, qolganlarga tegmay turasiz. Savol turi ketma-ket kelmaydigan bo'lsa, demak, uni tekst o'qishdan oldin unga qaramasligingiz kerak. Hozir bu endi matching informationda ketma-ket kelmaydi va keyinroq o'zim men sizlarga videoni oxirida yoki kanalim o'zida ko'rsatib o'taman qaysi savol turlari ketma-ket keladi, qaysi savol turlari ketma-ket kelmaydi va o'shanga qarab turib sizlar ham reading testinglarni yechishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, va bu savol turi o'zi matching information ketma-ket emas, o'shanga bunga qarashim shart emas, lekin bitta muhim narsa mana aytganidek you may use any letter more than once. Ya'ni bitta harf, ya'ni bitta variant ikki marta takrorlanishi mumkin deb aytib turibdi. Va mana bu ikkinchi savol turimiz esa multiple choice. Ko'pchilikka yoqmaydigan, ko'pchilikni qiynaydigan savol tur. Lekin to'g'risini aytsam, bu juda ham oson savol turi va buni sizlarga hozir nimaga bunaqaligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, o'zi qaraydigan bo'lsak, ikkita savolimiz bor, lekin bu testda mana ikkita variantli, ikkita to'g'ri javobli multiple choice savollari kelgan. 21-22 savollarda boshlangan. Ko'pchilik mana faqat mana bu joyga qaraydi. Which two of these examples are mentioned by the writer of the text? Lekin tepasida o'zi muhim joy berilgan. The list below gives some examples of elephant intelligence. Right? Ya'ni fillarni aqliga doir misollar bor ekan, ya'ni nimaga aqlliligini ko'rsatadigan va o'shalar haqida misollar bor. Endi o'sha misollarni topishimiz kerak. Hop, reading testida multiple choice bo'ladigan bo'lsa, juda muhim narsa, faqat savoliga qaraymiz, varianti kerak emas. Va multiple choice ham ketma-ket keladigan savol turlaridan va o'sha uchun faqat birinchisiga qarasak bo'ldi, ikkinchisini aniq o'tkazib olmaymiz. Shunda hozir elephant intelligence topadigan bo'lsak, qaysi paragrafdan o'sha javobimiz kelib chiqadi. Va uchinchi savol turimiz bu summary completion. Summary completion ham odatda o'zi ketma-ket keladi savollari va bu yoqda ham o'zi birinchi savolga qarab qo'ysak bo'ldi. Va eng muhim narsasi nechta so'z ishlata olamiz yoki instructionlarni o'qishimiz kerak desa ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda one word only deyilgan va summaryni o'zi elephants and bees, ya'ni fillar va asal arilar haqida berilgan ekan. Xo'p, even though most of an elephant's skin is too thick for a bee to sting through, ya'ni fillar terisi o'zi ari uchun teshib o'tishga juda ham qalin bo'lsa ham, elephants fear bees greatly, ya'ni fillar ulardan juda qo'rqar ekan. This is because the insects sting elephants in their eyes or on their something which are easily hurt. Va gap fillingda bitta muhim narsa, o'sha mana bo'shliq bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha o'sha joyga qanaqadir prediction, ya'ni taxmin qilish kerak. Misol uchun hozir mana eyes or on their something, ya'ni eyes or deydigan bo'lsa, demak bizga hozir fe'lni qanaqadir tana qismi kerak bo'ladi. Ya'ni fe'lni qaysi tana qismi misol uchun ariga teshib o'tishga qulay. Endi misol uchun mana ko'zi bo'lishi mumkin, qulog'i bo'lishi mumkin. O'shalarni bilib qo'yishimiz kerak va eng muhimi biz bilamiz bu joyga noun, ya'ni ot qo'yilishi kerak. Va hamma savol turiga bitta-bitta qaradik va endi tekstga o'tsak bo'ladi. Xo'p. Bu joyni xohlasanglar o'zingizlar pauza qilib olinglar. Pauza qilib turib tekstni o'qib olishinglar mumkin, tushunib bilmaydigan so'zlaringni tarjima qilib olishinglar mumkin va men uje o'qib tushuntirishni boshlayman. Xo'p, a paragraph boshlaymiz. The future of the elephant is at risk. They're often shot by poachers for their ivory and this is responsible for most of the decline in elephant numbers. Shunda ularni kelajagi, ya'ni Afrikadagi fillarning kelajagi xatarda ekan, chunki ular brakonyerlar tomonidan ko'proq otilar ekan va o'zi eng katta
fillarning raqamdagi tushishiga shu sababchi ekan. But habitat loss is important too, and not just the changing of bush into farmland, roads, railways and fences stop elephants moving around. An elephant needs a lot of room. Ya'ni habitat destruction u ham muammo bo'lishi mumkin ekan. Bu odamlarning qurayotgan devorlari, to'siqlari bular ham ko'proq harakatlanadigan fillarga xalal berishi mumkin ekan. Right? And according to George Wittemeyer of Save the Elephants, an average elephant ranges over 1,500 square kilometers over a year and may travel as much as 60 kilometers a day. Right? Endi hop bu paragrafni o'qidik, nima haqidaligini tushundik. O'zi nimaga riskda, nima ularni misol uchun o'lib ketishiga sababchi bo'ladi? Nima kim misol uchun mana bu kishini qanchalik ular ko'p harakat qilish haqida ham gapirib o'tgan ekan va endi paragraflarga borib, ya'ni savollarga borib turib javoblarni topishga harakat qilamiz. Va bitta paragrafni o'qidik, e'tibor qilinglar. Endi mana bu matching information questionlarni har biriga bitta-bitta qaraymiz. Hop, 14-savol. An explanation of why elephants have such good memories. Endi qaranglar mana. Good memories degan so'z bor. Buni a paragrafdan topmadik, demak o'tib ketsak bo'ladi. 15. A mention of the possible consequence of elephant extinction on scientific knowledge. Hop, bu yerda mana consequence, ya'ni oqibat deb aytilyapti. Ya'ni elephantlar shu qirilib ketadigan bo'lsa, bu scientific bilimga qanchalik ta'sir qiladi. Ya'ni bu narsa menimcha scientific knowledge ham bizda yo'q edi. Keyingi savolimiz comparison of human elephant abilities. Odamlar bilan elephantlar qanaqa bir-biri bilan muloqot qilishi taqqoslanmagan. Buni ham ola olmaymiz. 17. A detail about when elephants most frequently move between areas. Endi qaranglar mana shunaqa joylarda o'zi javob to'g'ri bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bitta so'z xato bo'lsa, hammasi xato bo'ladi. O'shani bilib qo'yishinglar kerak. Hop, mana qaranglar mana. Most frequently move. Bu gaplar berilgan o'zi paragrafda ham, lekin when degan keywordimiz bor. Bizning ya'ni qachon ular eng ko'p yuradi. O'zi paragrafga borib mana qaraydigan bo'lsak, qancha yurish aytilgan? 1500 square kilometers deyilgan, 60 kilometers deyilgan, lekin qachon bunchalar yurishi aytilmagan. Va o'shaning uchun bu savolimizga ham javob ola olmaymiz bu paragrafdan. 18 says reference to the biggest cause of the decrease in world's elephant population. Va bu aytayapti o'sha tushga bo'lgan eng katta sabab. Bu menimcha boshda bor edi. O'tib qaraydigan bo'lsak, they are often shot by poachers for their ivory, and this is responsible for most of the decline. Most of the decline deganimiz biggest cause of decrease ga to'g'ri keladi va 18 ga javobimiz A bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani bilib qo'yishimiz kerak. Bu joyda you may use any letter more than once, ya'ni bitta harfni bir martadan ko'p ishlatishimiz mumkin deb aytilgan va o'shaning uchun undan keyingi savollarga ham qarab o'tishimiz kerak. 19 says a mention of the fact that climate affects the time when elephants group together, ya'ni ob-havo ularni qachon birga kelishishiga ta'sir qilishi haqida aytilgan ekan. Bu bizda yo'q edi. And 20 says reference to how some elephants can use items in their environment to feed themselves. Ya'ni o'zini o'zi qanaqa oziqlantirish mumkin, qanaqa ovqatlanish mumkin, bu haqida ham hech qanaqa point berilmagan. Hop, bu savol turida a paragrafdan hech qanaqa javobimiz qolmadi. Va endi keyingi savol turiga o'tamiz. Keyingi savolda elephant intelligence haqida gapirgan. Elephant intelligence. Endi qaranglar, fillarning qanaqa aqllilik haqida. Bizda poaching haqida gapirildi, habitat destruction, qanchalar yurishi, lekin bu qismi umuman gapirilmadi. Va eng oxirga qarasak, elephants and bees, bizda arilar haqida hech narsa yo'q. Va endi uchala savol turiga ham qaradik va bilib oldik, bizda hech qanaqa javob qolib ketmayapti hozir. Va o'shaning uchun endi a paragrafni уже unutsak bo'ladi. Right? So we are done with a paragraph. We don't have to come back to it. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta paragrafni o'qib tushunib chiqolman. O'qib bo'lgandan keyin har bitta savolga bitta-bitta qarab turib, ularni javoblarini yozib ketaman. Hop, unaqa bo'ladigan bo'lsa, bir paragrafga o'tamiz. Hop, men shu ichgani bilmay tursa bo'ladimi yonimda? Videoda o'sha stakanga ham bilmaga solib bering. Reklama qilib turmay o'shani. Keyin hamma Fusti olib. Ha, 9 siri deb. Bilib qolishdi deb mana. Hop, unaqa bo'lsa qani ketdik. Bitta shu o'qib skim qilib chiqamiz.
Buni ham tushunamiz. Xuddi paragraf qanaqa qilgan bo'lsak, buni ham shunaqa qilamiz. Alright, so let's get started. The question is whether elephants and people can ever coexist peacefully. Ya'ni bitta savol bor ekan, shu odamlar bilan fillar birgalikda hech qachon yashay olishadimi? Ya'ni mavjudot sifatida birga bo'la olishadimi? Deb paragraf boshlangan. Ya'ni bu shunda o'zi bitta savolni ham ko'rganimizda, menimcha taqqoslash bo'lishi mumkin bu paragrafda ham. Lekin o'qimaguncha bila olmaymiz baribir. People who worry that the answer may be no fear the loss of more than just another species of animal. Okay. Elephants seem to have evolved intelligence. Va mana shu joyda qiziq narsa keldi. Intelligence dedi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni fillarni aqli bu. Ya'ni multiple choice da buni gaplashib o'tdik. Hozir o'qib chiqqandan keyin menimcha o'sha javoblarni topa olsak bo'ladi. So elephants seem to have evolved intelligence and possibly even consciousness, though they may not be alone in this. Similar claims are made for certain whales, some carnivores like lions and hyenas, and some birds, right? Ya'ni bular yolg'iz mavjudotlar emas, aql idroki bo'lgan deb tushuntirishyapti. And they're certainly a part of a small group, ya'ni gruppavoy yashashar ekan bular. Self-awareness is one indication of the vast capacity for thinking and intellect that exists in the elephant. They can in fact identify themselves in a mirror, something that's extremely rare in the animal kingdom. Ya'ni o'zini o'zi tanish qobiliyati bor ekan bularda. Va aytgan, bular oynaga qarasa, o'zini refleksiyasini ko'ra olar ekan. Va bu o'zi hayvonlarning ichida juda ham rare, ya'ni noyob ekan. Another example of superior intellect is the elephant's ability to have fun and display a sense of humor. Ya'ni bularda have fun, ya'ni o'zi o'yin-qaroqlik qilish qobiliyati bor ekan, right? Elephants in zoos have even been seen stealing onlookers' caps and hiding them in playful teasing. Ya'ni zooparklarda kuzatuvchilarni kepkalarini olib qo'yib, o'shalar bilan hazil qilayotgan holatlari ham bo'lgan ekan. And losing even one example of how intelligence develops would reduce the ability of biologists to understand the process of how intelligence has evolved in animals. Hop, oxirgi gapida mana qanaqadir conclusion berib qo'ygan. Ya'ni bitta shunaqa qanaqadir aql idrok shakllanishini misolini yo'qotish, bu scientistlarni o'zi qanaqa aql idrok savollarda hayvonlarda kelib chiqadi degan savolga javob topishini juda qiynashtirib qo'yar ekan. Va bu savol menimcha bu joyi ham qanaqadir savolga javob bo'lishi kerak edi adashmasam. Xo'p, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, tekstga borib, savollarga borib yechib olishimiz ham mumkin. Xo'p, unda matching informationga qaraymiz. Explanation of why elephants have such good memories. Xo'p, good memories haqida gaplashmadik, ularning xotirasi. Bu savol yo'q bizada. 15. A mention of the possible consequence of elephant extinction on scientific. Mana shu joyda qaranglarda, men so'zma-so'z sizlarga nima qilib ko'rsataman. Mana consequence oqibat. Elephant extinction fillarning yo'qolib ketishi, scientific knowledge, bular muhim so'zlar bu nimaning ichidan. Endi paragrafga boradigan bo'lsak, oxirgi so'zida esingizda bo'lsa aytdim. Losing even one example, qaranglar mana. Losing even one example degani bu elephant elephant extinctionga borib taqalyapti. Bu bir. How intelligence develops would reduce the ability. Would reduce the ability degani bu oqibat, ya'ni fil yo'qolib ketsa nima bo'ladi, right? Oqibati bor. Biologists to understand the process bo'ladigan bo'lsa, bu scientific knowledge, ya'ni o'zi umumiy ma'nosi kelib chiqyapti va bu so'zdan kelib chiqib, ya'ni bu gapdan kelib chiqib biza 15-savolga B variantini olishimiz ham mumkin. Keyingilarni ham ko'ramiz. Comparison of human elephant abilities. We didn't really compare their abilities to interact, right? So we don't have 16. 17 says detail about when they most frequently move. Moving haqida bu paragrafda umuman gaplashmadik. Reference to the biggest cause of decrease, buni oldik. Mention of the fact that climate affects the time when elephants group together. Ya'ni birga qachon keladi, weather bunga qanaqa ta'sir qiladi, bularni ham gaplashib o'tmadik. Bu paragraf ichida reference to how some elephants can use items to feed themselves. Ya'ni o'zini o'zi ovqatlantirish haqida ham hech qanaqa gap bo'lmadi va demak bu savol turida hozir bu paragraf uchun qo'yib tursak bo'ladi chekkaga. Va eng qiziq joyi mana elephant intelligence haqida gaplashib o'tdik. All right, let's take a look. So
A. Elephants can identify potentially dangerous foods. Qarang, potentially dangerous foods tagiga chizamiz. Bu endi bizani birinchi variantimiz, lekin dangerous foodlar haqida gaplashmadik. B says elephants are capable of learning new skills throughout their lives. Ya'ni umri davomida yangi skilllarni o'rganishi mumkin. Balki o'rganar, lekin o'rganish haqida paragraf ichida esinglarda bo'lsa, bu haqida gaplashmadik. C. Elephants are able to share a habitat with other animal species. Share a habitat, ya'ni bitta joyda yashay olishadi. O'zi odamlar bilan qila olmaydi deb aytishdi boshida, lekin boshqa nimalar bilan habitat share qila oladimi yo'q, bu haqida ham gap yo'q. D. Elephants have the ability to recognize their own reflection. Qarang mana, recognize their own reflection degani o'zini aksini taniy oladi. Endi paragrafga qaraydigan bo'lsak, aytgan they can in fact identify themselves in a mirror. Oynaga qaraganimiz bu bizning aksimiz va aksini taniy oladi degani identifying themselves in a mirror, ya'ni bu ikkalasi paraphrase bo'ladi. Hop, ikkita variant topishimiz kerak edi. Birinchi variantimiz topildi, bu D varianti. Right? E variantga ham qaraydigan bo'lsak, elephants demonstrate a capacity for playful behavior, ya'ni o'yinqaroq bo'lishlari mumkin deb aytayapti va qarasanglar B paragrafda bu haqida ham sense of humor, right? Ability to have fun degan so'zlar bilan tushuntirilgandi va keyingi variantimizda bu E varianti. Right? Va o'sha bilan bu savolimizga javob topdik 21-22 va o'shani esda tutinglar. Savollari ketma-ket keladigan savol turlarida bitta savolga javob topsangiz, o'sha zahotda o'zida keyingisini ko'rishingiz kerak, chunki o'sha paragraf o'zida ham kelib qolgan bo'lishi mumkin javob. Hop, endi qaraydigan bo'lsak. Which two of the following statements are true of land use in Africa according to the writer of the text? Endi bu joyda mana land use in Africa degan, Afrikadagi yer qanaqa ishlatilishi haqida savolimiz bor ekan. O'shani o'qigandan keyin bu variantlarni ko'rib olsak bo'ladi. Va lekin bu savol bizda shu paragraf o'zida kelmadi, o'shaning uchun buni ham qoldirib tursak bo'ladi. Va keyingi savol turiga o'tsak, bu summary completion. Bizda hali arilar haqida hech narsa kelmadi, demak buni ham hozircha chetga surib tursak bo'ladi. Va ko'rgan bo'lsanglar, bu paragrafdan ikki xil savol turidan javoblar chiqdi. Right? So we can now say goodbye to B paragraph as well. Right? Right. So now let's move on to C paragraph. So let's get started. So apart from people, no species on earth has a more complex society than elephants. Demak, odamlardan tashqari o'zi fillarning jamiyati eng murakkab ekan, bular aytishi bo'yicha. Their social arrangements center around groups of 4 or 5 females and their young that are led by a matriarch whose mother, grandmother, great-grandmother, sister or aunt to most of them. Shunaqa qanaqadir tuzumi bor ekan. 4-5 ta female bo'lar ekan va ularni yoshlari shu asosan urg'ochilar tomonidan katta qilinar ekan. Though most males are forced to depart their birth group when they mature, females usually remain in it their entire lives. Ya'ni shu modalar o'zi tug'ilgan gruppasidan ulg'aygandan keyin chiqib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, urg'ochilar odatda o'sha tug'ilgan gruppasida oxirigacha qolar ekan. Elephant families that are part of bigger kinship groups that come together and separate at will. Shunaqa kinship degan gruppalar bor. Bu ham endi sal religious rock qanaqadir termin. O'zi birga kelar ekan yoki bo'linib ketar ekan, o'zi xolasa. Right? And moreover, each kinship group is part of what's called a clan. Ya'ni shunda bitta clan ham bor ekan. And clans gather in dry season, when the resources capable of supporting elephants are limited. Va qaranglar mana, bular birga kelar ekan, birga yig'ilar ekan. O'sha klanlar birga yig'iladigan vaqtda odatda qurg'oqchilik mavsumi bo'lar ekan. Va bularda o'zi resurslar kam paytida yig'ilishiga to'g'ri kelar ekan o'shanda. Right? Bu haqida ham menimcha savolimiz bor edi, lekin o'zimiz bitta tekshira olamiz paragraf o'qib bo'lgandan keyin. All clan members know each other, and since a clan will usually have 100 to 200 adult members, this means an adult female can recognize and have meaningful social relations with that many other individuals. Shunda klandagilar hammasida o'zi
odatda 100 tadan 200 tagacha tanishlar bo'lar ekan, acquaintances degan tanishlar va o'zi o'sha raqam o'zi qancha tanish bilish, ya'ni qancha fillar bilan bitta fil shu aloqada bo'lishi mumkin yoki o'shalar bilan qanaqadir relationship saqlash mumkinligini ko'rsatar ekan. A figure of between 100 and 200 acquaintances is similar to the number of people a human being can maintain meaningful social relationships with, right? Ya'ni bu odamlarni ya'ni shu 100 ta 200 ta oralig'idagi figura shu odamlar nechta odam bilan munosabatda bo'lishi mumkinligini o'shani ham ko'rsatar ekan. Ya'ni bu degani fillar bilan odamlar deyarli bir xil raqamdagi odamlar bilan shu yoki shaxslar bilan deylik relationship ushlab tura olar ekan. So a value known as a Dunbar number, ya'ni bu Dunbar's number degan nom bilan mashhur ekan, and Dunbar's number for people is about 150. Ya'ni bu kishi o'zi menimcha 150 ta relationship bo'lishi mumkin, meaningful relationship deb aytgan ekan. So endi bu paragraf juda uzun edi rostdan. Ichida juda ham ko'p ma'lumot bor. O'shanga iloji boricha ehtiyot bo'lib turib, hech narsani o'tkaza olmasdan javoblarni topishga harakat qilamiz. So let's get started. C paragraph. Hop, 14. An explanation of why elephants have such good memories. Good memories haqida hali ham gaplashmadik, bu kerak emas. Keyingi savolga javobimiz bor. 16 says comparison of human elephant abilities to interact. Bu joyini menimcha hozir tekstga borishim ham shart emas, chunki ko'rgan bo'lsanglar, nechta relationship saqlab tura oladi deganni odamlar bilan fillarni taqqoslab ko'rsatib berdi, bir-biriga o'xshash ekanlar. Va 16 da mana interact with others degani can maintain meaningful social relationships with deganiga to'g'ri keladi va bunga biz C ni olishimiz ham mumkin. 17. Detail about when they most frequently move. Qaranglar, mana bu joyda moving, ya'ni ko'chib yurish haqida ko'rsatilmagan hech narsa, lekin yig'ilish haqida ko'rsatilgan, lekin baribir 17 ni ololmaymiz. 18 ga javobimiz bor. And 19 says a mention of the fact that climate affects the time when they group together. Qaranglar, menimcha mana shu savolga javobimiz bor edi bizani. Borib ko'radigan bo'lsak, the fact that climate affects the time when they group together. Qarasanglar, mana aytilgan clans gather in the dry season when the resources capable of supporting elephants are limited. Dry season degani climate haqida, gather degani group degan so'zga sinonim. Qanaqa effekt qilishi o'sha resurslarni yetmasligi, right? Demak, bunga ham C javobimiz keldi. Mana qaranglar, 16 ga ham C to'g'ri kelyapti, 19 ga ham C to'g'ri kelyapti, right? And 20 says reference to how some elephants can use items to feed themselves. Bu ham bizda yo'q edi hozircha. Bunga qaradik. Land use in Africa degan so'zni men paragrafda ko'rmadim. Bu degani bu savolimiz keyingi paragrafdan keladi degani va asalarilar haqida bizda hali hech qanaqa informatsiya berilmadi. Va bu bilan biz D paragrafga o'tib ketsak ham bo'laveradi. Tak, bunda D paragrafga qaraymiz. So, being able to recall details of such large number of individuals means elephants require enormous mental powers. Right. So, as you guys can see, we're talking about like them recalling details of like such large numbers of individuals, right? And enormous mental powers. So this is probably like already hinting at memory, right? And details of how their brains work are not known, but one thing which is known is that they have big hippocampuses. These structures, one in each hemisphere of the brain, are involved in the formation of long-term recall. Compared with the size of its brain, an elephant's hippocampuses are about 40% larger than those of a human being. Okay, very nice. So I guess this paragraph is explaining why they are able to remember so many details, right? And yeah, I think we have one of the answers here. So if we go and take a look, I think it's question number 14, right? Question number 14 that says an explanation of why elephants have such good memories, right? Good memories. So yeah, we don't have we already do have this actually, right? So 15, 16 done. 17 is like when they most frequently move. I don't have a big idea on this. So Rajat, that's what you call it.
Zaryadkasi yo'q. Okay. All right, yeah, I don't think we have question 17 here. And 18, 19 done. 20 says reference to how some elephants can use items in their environment to feed themselves. O'zini o'zi ovqatlantirish bu ham yo'q edi. And land use in Africa, no. We do not really have that. And elephants and bees, no. So we can now just move on to the next paragraph. So as you can see, it's just very simple, right? Juda oson, oddiy. Shu bitta paragrafni o'qiymiz. Kerakli savollarga qarab javob berib va o'sha paragrafdan hech qanaqa savol qolib ketmayotganini make sure qilib keyingi paragrafga o'tirsak bo'ladi. So, paragraph. Elephants can seemingly solve problems by thinking about them in abstract terms. Experiments conducted on domesticated Asian elephants show that they are able to manipulate nearby objects such as branches as tools to get food which is out of reach. Qaranglar mana, shoxalarni, daraxt shoxalarini o'zi qo'li yetmaydigan joyga ovqat turgan bo'lsa, o'shani ishlatib olalar ekan. Ya'ni bular miyasi shunchalik rivojlangan ekan degan ma'noda aytayotdi-da va bu ham menimcha bitta savollarimizda bor edi. But let's keep going anyway. This is something some other species such as great apes can do, but most which animals find impossible, right? Ya'ni misol uchun apes, ya'ni maymunlar yoki odamlar shular qilishi mumkin bu narsani, lekin ko'pchilik hayvonlar bo'lachalik o'ylab bunaqa ishni qila olmaydi deb aytayapti. For all these reasons then, elephants are of great scientific interest, but the focus of almost all elephant research has shifted from understanding the animals to trying to preserve them, right? Tak, mana shu sabablar uchun mana fillarga bo'lgan qiziqish juda ko'p ekan, lekin ya'ni elephant research, ya'ni fillarga bo'lgan shu izlanishlarning fokusi ularni tushunishdan ko'ra ularni saqlashga ko'proq qaratilishi boshlabdi. Hop endi bu paragrafni o'qib tushunib bo'ldik. Bularga qaraydigan bo'lsak, menimcha bizda 17-savolimiz yo'q edi. Ya'ni when they most frequently move. Bu narsa yo'q bizda. And 20 reference to how some elephants can use items in their items in their environments degani men branchlar haqida gapirgandim menimcha, like branches. Right? And so I think the answer to this is going to be E. Right? Yeah, that's it. Hop, bu tarafdan ham bitta savol qoldi o'zi, 17-savol. Land use in Africa bizda chiqmadi. Bees bizda yo'q. Demak, bu paragrafdan ham o'tib ketaversak bo'lar ekan. Hop, F paragrafimiz o'zi 3 ta paragraf qolibdi. Ancha yaqinlashib qolibmiz tugatishga. So, F paragraph. Another, though secondary cause of elephant decline is changes in land use in Africa. Mana qarang, land use in Africa deb so'zma-so'z berdi multiple choice'dagi savolimizni. O'qib bo'lgandan keyin menimcha katta variantlarni o'qib chiqib va taqqoslab javobini topib olishimiz mumkin bo'ladi. The human inhabitants of areas around African elephant reserves have traditionally survived by moving herds of cattle from one grazing place to another, right? Shunda o'zi ko'pchilik Afrikadagi fil rezervalarini odam aholilari o'zi odatda o'zi shu podalarini u yoqdan bu yoqqa olib o'tish bilan tanilgan desa ham bo'ladi, right? Shunaqa qilib o'zlarini saqlab qolishgan. One source of conflict with the elephants has been competition for pasture as the herders' populations have grown, right? Shunda bitta muammo bu yoqda o'zi bularni podalari fillar bilan shu pasture, ya'ni shu o'tlarga, ya'ni yemishga bo'lgan competition, ya'ni bellashuv, o'sha ham muammo bo'lar ekan. Lekin ko'pchilik podalar уже settle down qilish boshlagan, ya'ni bitta joyda qolishi, ya'ni menimcha tarqoq deyishardi bu so'zni tilimizda va bu o'zi asosiy o'zgarish bo'lgan ekan. Buildings and fences are appearing on land which elephants have traditionally crossed as they travel from one place to another. Elephants have places where they prefer to live, and when traveling between these, which they often do at night, right? Mana shu joy key word bor, which they often do at night, they tend to follow narrow corridors. Keeping these corridors clear of developments is essential to the well-being of elephants. Shunaqa joylar bor ekan, fillar o'shalarni cross qilar ekan va bu cross qilishi odatda kechasi bo'lar ekan, right? Land use in Africa degani shunda bular o'zini herderlar, ya'ni o'zini qanaqa
podalariga yemish berish tartibini o'zgartirgan, bu bitta muammo bo'lgan va fencelar nimalar o'sha building developmentlar muammo bo'layotgan ekan. Endi birinchi bunga qarasak, detail about when they most frequently move. Bu savolimizga javob berildi. 17 da shunda javobimiz F bo'ladi. Chunki which they often do at night. When degan savolga javobimiz keldi va nihoyat matching information to'liq yechildi va bundan o'sha keyingi savollarga o'tsak bo'ladi. Va keyingisi which two of the following statements are true of land use. So, all right, unda qaraydigan bo'lsa, endi bitta-bitta o'qib tekshirib chiqamiz. A. Rising global temperatures are affecting animals more than humans, right? Endi shu climate change, ya'ni global temperaturelarning oshishi odamlarga qaraganda hayvonlarga ko'proq ta'sir qilyapti deb aytadi. Lekin bunaqa comparison men paragrafda ko'rmadim. O'z tekstda ko'rmadim. Shuning uchun option chiqarib tashlaymiz. B. Herders have begun to change the way they graze the cattle. Qaranglar mana. O'zgartirishni boshlashdi. O'zi boshida aytganda they have traditionally survived by moving around different areas deganda, but they have begun to settle down. Endi bitta joyda qolishni boshlashibdi. Ya'ni o'zi compete qilar ekan, prosta har doim ko'chib yurgandan keyin bu fillarga muammo bo'lmagan. Va endi settle down qilgandan keyin fillarning o'zi yashash xohlaydigan joylari bor yoki har doim oziqlanadigan joylari bor, o'shanga to'g'ri kelib muammo bo'layotgandi bu. Ya'ni B paragrafimiz bu ham bitta to'g'ri javob. C. Elephants are easily capable of adapting to new grazing areas. Buni ham teskarisini aytdi, ya'ni o'zi ma'qul ko'radigan joylari bor deb aytdi, ya'ni yangi joylarga moslashib ketavermas ekan. So this is also the wrong answer. D. Man-made structures are preventing the free movement of elephants. Man-made structures deganda fences, buildings, walls deb aytilganda, bu to'g'ri. Cross qiladigan joylarni block qilib qo'ymaylik degan ma'noda o'zi yozilgandi. So D is also the correct answer. So B, D are the correct answers for 23-24, but let's just take a look at E regardless. E says elephants consume considerably more grass than cattle do. Ya'ni elephantlar cattle, ya'ni mollardan ko'ra ko'proq o't yerkan, lekin birinchidan grass, endi pasture deb aytdi, lekin miqdori haqida aytmadi. O'shaning uchun ini ham ola olmaymiz. Va qaranglar, o'zi bu bitta mashhur metod, POE degan metod bu. Right? Bu POE degan metod process of elimination deyiladi. Ya'ni multiple choice ayniqsa, o'sha xato javobni bitta so'zi xatoligini bilib qolsangiz, demak, общий javob xato degani, o'sha bilan chiqarib to'g'ri javoblarni ham topib olishga oson qiladi. Right? Va buni sizlar ham multiple choice savollarini qilsanglar, yechishinglar kerak, ishlatishinglar kerak. Va bu paragrafda bizda bees haqida, ya'ni arilar haqida hech narsa bo'lmadi, lekin eng muhimi multiple choice, matching information to'liq tugadi va bu degani bizda ikkita paragraf qoldi, o'sha oxirgi savollarning javoblarini topishga. So, let's get started. Understanding elephants' behavior also permits it to be changed in ways that help reduce direct conflict between elephants and people. Okay, ularni tushunish, ular bilan bo'lgan konfliktimizni kamaytirar ekan. One such project uses elephants' fear of bees. Okay, ya'ni bitta proyektda o'sha fillarni arilardan bo'lgan qo'rquvni ishlatishgan ekan. Bees are the only animals apart from humans that elephants seem truly afraid of. Ya'ni odamlar bilan birga arilardan faqat fillar qo'rqar ekan, ya'ni faqat shulardan qo'rqadi. Boshqa umuman hech qanaqa hayvonlardan qo'rqmas ekan bular. This is because although a bee's sting cannot penetrate most parts of an elephant's hide, groups of bees tend to attack the eyes and tips of the trunks, an elephant's most sensitive parts. Mana shu joyda mana qayerlarga hujum qilish yozilgan, right? O'zi teshib o'ta olmaydi, penetrate qila olmaydi, right? Lekin ularni ko'zlariga yoki tips of the trunks, ya'ni xartumini uchiga attaka qilishar ekan, ya'ni hujum qilishar ekan va menimcha bu joyda o'sha qarab yechib olsak bo'ladi, right? So if we take a look, it says, so elephants fear them. This is because the insects sting elephants in their eyes or on their trunks edi bu javobimiz. Trunks, mana shu joyga yozaveray. Trunks, right? Ya'ni xartum degan so'z. Right. Boya aytdim, esinglarda bo'lsa, ketma-ket keladigan savollarda bitta savol javobini topsak, keyingisini sirazu o'sha momentda o'zida o'qib chiqishimiz kerak. So farmers in Africa use bee fences to stop elephants from coming to their property and damaging something. Ya'ni bular o'sha bee fences
deyapti. Ya'ni shunda bular arlarni qo'yib, o'zlarini joylarini himoya qilishar ekan va o'zini hududiga kirishdan va nimanidir damage, ya'ni shikast berishdan saqlar ekan. Nimani damage qilishi mumkin? Menimcha hosillarni damage qilishi mumkin. Harvest, crops, o'sha so'zlar menimcha to'g'ri kelsa kerak. Va biza bu yerda menimcha noun qidiramiz hozir. So let's keep going. So elephants can protect themselves from bees, not even by swinging their tails or flapping their ears. Yep, okay. Knowing this, scientists developed the idea of protecting farms with bee fences. Bee fence haqida hozir gaplashdik. The sort of bee fence most African farmers can afford is too weak to keep an elephant away from their crops, but a bee fence, though even weaker, will achieve this. Ya'ni o'zi odatda quriladigan shu to'siqlar Afrikadagi farmerlar tomonidan ishlatiladiganlari odatda fillarni to'sib tura olmas ekan, lekin bee fence undan kuchsiz ham bo'lsa ham bundan yaxshiroq effekt berar ekan, right? The fence consists of pairs of poles placed at 3-meter intervals between which beehives are hung. Right, okay. So this fence is enough to stop elephants immediately. They're so scared that half the hives can be fake and the fence still keeps the elephant out. Bee fenced farms suffer far fewer elephant attacks than those with conventional protection. As a bonus, the farmers earn extra income from the honey the bees produce, right? Okay. Joyga o'tib qaraylik unda. So, damaging what? So if we look, I think it was... So I think it was like keep an elephant away from their crops, right? Property net, right? So crops, I think, is gonna be the correct answer to this, as I predicted, right? And the bee fences are simple constructions of regularly spaced, something from which beehives are hung. Yani bu endi fencelar qanaqa? Regularly spaced degani qanaqadir shu distansiyada osib qo'yishar ekan, nimadandir osib qo'yishar ekan, o'sha bularni inlarini va o'shanda fillar kira olmas ekan ichkari. Right? So if we take a look, it says so the fence consists of pairs of poles placed at 3-meter intervals between which beehives are hung. Mana shu joyda javobimiz bor. Qaranglar-da. Bizda ikkita uchta variant bor. Consists of pairs of poles, bu bir, intervals, right? Beehives are hung, bu savolimizda berilgan ekan. Poles va intervals degan so'zimiz bor. O'shani savolga qarab turib bitta javobini topishimiz kerak. Endi qaranglar mana. Regularly spaced deb yozib qo'ygan orasida. Regularly spaced degani qanaqadir distansiyada bo'lib qo'yilgan. Endi 3-meter intervals degani o'zi interval degan so'z qanaqadir distansiya degani. Ya'ni regular space degani o'shanda o'sha paraphrase qilingan. Ko'pchilik shu joyda xato so'z olib qo'yadi, ya'ni intervals tanlab qo'yadi, lekin intervals degan so'z o'zi regularly spaced degan so'z bilan bitta ma'noda kelgan. Va o'shaning uchun bizga javobimiz poles bo'ladi. Poles degani o'zi bitta ustun degan ma'noni bildiradi. The elephants are so scared of bees that even using some beehives which are some adjective will frighten elephants away. Ya'ni shunchalar qo'rqar ekanki, даже mana shunaqadir qanaqadir nimani uyasini qo'yib qo'ysa o'rtaga, baribir fillar qo'rqishar ekan, right? Endi borib qaraydigan bo'lsak bu joyni ham. They are so scared that half the hives can be fake, right? So fake is our answer here. Даже soxta bo'lsa ham qo'rqishar ekan. That's very interesting. And the honey collected from these beehives can also provide additional, yes, the answer here is income, right? Because extra income, so extra additional, and the answer can be written. Va o'sha bilan tekstimiz ham tugadi va passagimiz ham tugadi. Xo'p, e'tibor qilgan bo'lsanglar, eshitib hammasini o'qib hammasini tarjima qilib chiqdim, lekin imtihonlarda bu sizlarga kerak bo'lmaydi. Ya'ni imtihonda hech kimga tushuntirishinglar shart emas. Iloji boricha o'qib, o'zingizlar tushunib, ko'proq time management bilan ishlashga harakat qilinglar. Va passage haqida savollaring bo'lsa, kommentlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Videoni shu qismigacha kelgan bo'lsanglar, sizlarga maxsus taklifim bor.
Yaqinda IELTS listening va reading haqida marafon tashkillashtiryapman va bu marafonda xudo xolasa sizlar bilan 10 ta reading passagelarni yechamiz, ularni analyze qilamiz va o'zim video walkthrough qilib turib sizlarga buni access beraman va 20 ta listening partlarni qilib, ularni keyword tablelari, transkriptlari bilan sizlarga tashlab beramiz. Va undan tashqari sizlarga bonusimiz ham bor. Birinchi bonusimiz online veb-saytimizda full CDI mock. Ya'ni ko'pchilik bilasizlar, CDI mocklarni qayerda topshirish kerakligini bilmaydi. Xato joylarda topshirib qo'yadi yoki ba'zi veb-saytlarda material yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bizning veb-saytda o'zim boshligimda bitta tekin mock exam topshirishinglar mumkin bo'ladi. Va bu yagona bonusimiz emas, sizlarga ikkinchi bonusimiz bor. Agar imtihonim sal keyinroq, menga tayyorlanishga self studyga material kerak deydigan bo'lsanglar, sizlarga 10 ta haqiqiy IELTS imtihonlarida tushishi mumkin bo'lgan yoki tushgan full listening va reading testlarini ham tashlab beramiz va bu sizlarni self study qilishingizga ancha yordam beradi. Va narxiga keladigan bo'lsak, ikkala kursimiz ham 150 ming so'mdan. Lekin agar shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, 50 kishiga biz chegirma narxida 249 ming so'mdan qilib beramiz. Va undan keyin bahomiz oshadi va bu narxda xarid qila olmasligingizdan mumkin. Meni taklifim kimlarga? Meni taklifim o'zini ustida aktiv ishlashga tayyor bo'lgan, qattiq ishlab turib shu baland baho olaman deydigan o'quvchilar uchun. And if you think you guys are ready for it, press on the link below and see you there at the top.